Assalomu alaykum Mahmudiylar oilasi muxlislari. Bugun yana huzuriylardamiz. Bugun hozir biz Antaliyada o'tiribmiz, dengiz bo'yida o'tiribmiz. Mana atrofimiz dengiz, juda bir go'zal. Orqamizda dengiz. Xo'p, bu yog'i bu tarafi park ekan, bog' ekan, daraxtlar, salqin joylar ekan, juda ajoyib so'lim joylar ekan. Havo ham juda go'zal. Mayin shabada esib turibdi. O'zi juda ham issiq, 40 dan tepada bo'lsa kerak. Kecha 40 dan tepa edi, bugun bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Issiq, lekin mayin shabada esib turibdi-da. Xo'p, safar taassurotlari juda ajoyib. Juda bir go'zal manzaralarni ko'rdik. Juda bir ajoyib odamlar bilan uchrashdik. Tanishlar ham bor, notanishlar bor. Notanishlar tanishga aylandi, do'stga aylandi, hali ko'rmagan, bilmagan odamlarimiz bilan biroz muddat birga bo'lib yig'lab xayrlashdik. Sizlar ketib uyimiz huvillab qoldi deyishdi va hokazo. O'zi asli men safarga chiqqanda mumkin qadar mehmonxonadan joy olmaslikka harakat qilaman. Bironta o'zbekning uyiga borib, o'sha o'zbekning uyida qolishlikni shuni ma'qul ko'raman. Nimaga? Chunki shu bolalar bir-biri bilan ko'rishadi, ayollar bir-biri bilan, o'zimiz bir-birimiz bilan ko'rishamiz, bir-birimiz bilan tajriba almashamiz, bir-birimizdan ko'p narsalarni o'rganamiz. O xulosada diydor degan narsa bor. U diydor endi 1-2 soat bo'lgani qatta, yo 1-2 kun bo'lgani qatta. Bir haftalab bo'lgani qatta. Buni farqi katta. Mana Fozil aka eslasang 1 oyga keldi. Qanaqa maza qildik? Mana hozirgacha sog'inamiz. Qanaqa maza bo'ldi, qanaqa bir chiroyli, go'zal bo'ldi. Ya'ni yoki mana bu Nabijon oyisi keldi. Oho, qanaqa maza qildik, hozirgacha sog'inamiz. Shunaqa. Men mumkin qadar o'sha mehmonxonadan emas, bir o'zbekning uyida qolishlikni ma'qul ko'raman. Va uyimizga ham mehmonlar ko'p keladi, alhamdulillah. Hammasi juda xursand bo'lib ketishadi. Juda zo'r bo'ldi deb qo'yishadi. Haqiqatda yayrashadi, o'zi bilinadi-mi, yayrashgan. Shunaqa. Xullas endi bugungi suhbatimiz shu bugungi safar haqida bo'ladi. Biz 17 o'tgan juma kuni samolyotdan tushdik. Samolyotdan tushiboq bir mashinani oldik. O'sha nima deylar, oldik, aeroport deylar, oldik. Qara ahvolimizga yangi mashina nasib bo'ldi. Bitta jipga o'xshaganroq mashina ekan, u yangi ekan endi. Endi 2500 kilometr yurgan ekanda. Anaqalari ham olinmagan ekan. Suv qog'oz deydimi, salafallari ham olinmagan ekan. Xullas u ham bizga bir ko'tarinki ruh berar ekan. Bildingmi? O'sha mashinaning yangiligi ham bir bo'lmasa eski yangi mashinani nima ahamiyati. Lekin o'sha ham bir odamni bir ruhini ko'tardi. Yangi mashina minar ekanmiz deb o'shunga ham xursand bo'ldik. Bu mashina minadiganlar yaxshi biladi. Yangi mashinani o'ziga xos gashti bor, uni minishlikda. Xo'p, undan Sakariyoga keldik, to'g'rimi? Sakariyodan hali Bolu degan, Karabuk degan joylardan o'tdik. Keyin Kastanomu degan joylarga bordik. Keyin haligi bir uzoq yurdik, 3 kilometr. Xorma, Xorma der ekan, bular nima deydi? Xorma dedi. Xorma Konyukomu deb Konyon. Darani Konyon dedi. Darani Konyon der ekan. Xorma deb o'qidikda, o'zbekchasiga xorma bo'lar ekan. H-O-R-M-A ekan. Shuncha esda qoldi-da, bo'lmasa esda qolmaydi. Yo'q, birinchi kun kelgan kunimiz nimaga bordik? Hali qal'aga bordik. Shunaqa bo'ldi. Xullas haligi tagi oynadagi jarlik ko'rinib turadigan joy. Vallaga bordik. Valla kanyon deb. Valla kanyon, Jam bir narsasi edi. Shunga bordik. Xullas endi bir qancha joylarga bordik. Endi ajoyib joylar ekan. Qaytishda Tuz koniga keldik, u yerdan Anqaraga keldik. Xullas keyin Konyaga bordik-da. Konyaga bordik. Konyada bir kecha qoldik. Konyada bir kecha qoldik va kecha Antaliyaga keldik. Endi bu Antaliyada 2 kecha qolishlikdi.
rejalashtirib turibmiz yana bir kecha qolishlikni. Chunki endi bu dengiz Nafisa xonim ko'proq cho'milmasa bo'lmaydilar. Shuning uchun bugun dengizda ertalab bir cho'milgan bo'ldik. Ancha joygacha suzib bordik, yaxshi, lekin suzishing ancha yaxshi bo'lib qolibdi. Juda yaxshi, xursandman. Va shu yuribmiz. Endi safar taassurotlari haqida gaplashmoqchiman. Mana sen bitta endi eski tanishingni ko'rding, bitta haligi sinfdoshingni ko'rding, 35 yilda ko'rishdinglar, to'g'rimi? Lekin ana bu hali ko'rmagan ayol bilan bir pasda 50 yillik qadrdondek bo'lib ketishding. Shular haqida bir gapirib bersang. Ha, shu qanaqa bu, nima bo'ldi? Endi manzaralar o'ziga xos. Endi qo'shib ketaverasan endi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zi umuman safarda haqiqatda o'sha yangiliklar ko'p bo'lishi meni yoqtiradi. Menga yoqadi. Bu aynan sizni bergan savolingizga to'xtalsam, men musulmonni bir jasadligini yanada ko'proq his qildim. Ayniqsa haqiqatda mana bu eski qadrdonlar bilan ko'rishish, bu o'ziga xos bir jihatlari bor. Butun siz haligi ayniqsa sinfdoshim bilan ko'rishganimda butun bolaligimni, meni tariximni biladigan bir inson bilan, ya'ni rosa yig'lashda. Xuddi haligi qishlog'im bilan ko'rishdimda go'yoki. Men o'zi qachon safarga chiqsam, o'zimda shu narsani his qilyapmanki, tinimsiz o'sha Xorazmga o'xshagan joyni qidirar ekanman. U dengiz bo'ladimi, u boshqami, unchalik nimasi yo'q. Ya'ni unchalik bilmam, chiroyli deyman, Alloh taolaning qudratiga qoyil qolaman. Hamda aytaman shunaqa joylarda yurganimda, lekin agar o'sha Xorazmning ko'chalariga o'xshagan yo o'sha bir qayergadir o'xshagan bir joyni ko'rsam, wow deymanda, bu narsa menga boshqacha zavq beradi. Minoralarni ko'rsam, qayiqlar kelyapti qara. Keyin o'sha Nasiba bilan ko'rishganimda shu nima bo'ldi menga. Ko'proq o'sha jihatdan xursand bo'ldim, ham yig'ladim. Xullas yanada ichimdan his qildimki, ancha uzoq bo'libdi, uzoq vaqtlar bo'libdi ketganimga. Ancha katta bir bilmayman, uzoq bir vaqtni his qildim. Keyin endi o'sha nima bilan hali yangi uchrashgan singlimiz bilan ko'rishganimizda endi bir 2 kun turdikda, endi o'tda ham 3 kun turdikmi? 3 kun turdik shekilli. Ularda o'sha boya aytganimdek, hech bir notanishlikni sezmadimda. Kirib borishdan o'zi endi ularda boshqacha bir ajoyib nima, kamtarlik, keyin yuzlari kulib turar ekanda, bu narsa ham boshqacha nima berar ekan. Bilmadim, birdaniga xuddi azaldan tanishdek bo'ldi va o'shanda aytdimki, musulmon bekorga o'sha bekorga bitta jasad deb aytilmagan deb shuni his qildim. Ularni dardidan hozir ham ichim vayron. Quvonchidan xursand bo'ldim. Bizni suhbatimizga musiqa cholyapti. Bu qushmi? Qo'yaver endi, yetadi. Ay. Bo'ldi, bas qil. Shuni aytmoqchi bo'ldim. Keyin Antaliya to'g'risida ham aytmoqchi edim. Aytgandek. Turkiyani boshqa shaharlariga biz endi chiqdik. Ko'proq endi o'sha asosan Istanbul atrofida yurardik-da. Masjidlar ko'pligi hayratga solgan har doim. Muhabbatimizga sabab ham shu Turkiyaga, lekin Antaliyada masjid kam ekan. Azon ovozlari ham unaqa jaranglab emas ekan. Keyin o'ranganlar ham ko'p emas. O'zimni qandaydir Shvetsiyada yurgandek his qildim. Sal g'aribroq his qildim. Shunaqa. Yo, endi balkim biz turgan joylar shunaqadir. Ma sohilda bo'yi bo'lganligi uchun bu yerlarga shunaqa ko'proq turistlar keladi. Unaqa ro'mol o'raganlar kam ekan endi bu yerda haqiqatdan. Haligi gapingga uzoq yil bo'lar bo'lib ketdi deding-ku. Iqbol Mirzoni bitta she'ri bo'lardi. Hech esimga kelmayapti. Shu falon bo'pti allaqachonlar deb tugar edi har doim.
u esimda yo'q u men. akam desam burnimni achishdi deydi haligi. Ichimga bir narsa tig'ildi deydi. Ya akam yana bir narsa bo'pti, allaqachonlar deb kelardi. Hozir endi esimdan Lekin nimani she'rni o'zi esladim esimdan men? chiqib ketdi. Abdulla Aripovni esladim. Ha. Uydan ketganimga 10 yil bo'libdi. 10 yil qishlog'imdan yuribman yiroq. Men yurgan yo'llarda o'tlar unibdi, ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq. Yoshlik chog'im edi sho'xligim tutib, ismim o'ygan edim bitta terakka. U ham jarohatday ketibdi bitib, u ham yuksalibdi mensiz yuksakka. Shunaqa shu endi uzun nima? She'rlar bo'ladi. Hozir esim ketib ketdi. Bu endi bizga nima deyapti endi? Borish ketish bu meni joyim deyaptimi? Hayronman. Men birinchi marta bunaqa ovoz eshitishim qushda. Aha. Qaysi qush? Bilmayman, ko'rinmayapti. Qushni o'zini ko'rmayapman. Ha, balki uyasida bo'lsa. Hoy, qattasan, nima bo'lyapti? Ha, bo'pti, mayli. Shu. Senchi, senda nima taassurotlar? Sen ham bir narsa de endi. Menga yoqayapti sizlar bilan yurish. Keyin bo'lsam o'sha yangi tanishgan oilamiz menga rosa ham yoqdi. Juda ham kamtar ekan. Keyin bo'lsam to'rtta bolalari bormidi? Hammasi bir xil ish qilar ekan oshxonada. Ya'ni oyisi hech qachon yolg'iz o'zi ish qilib yurmas ekan. Qaralashishar ekan. Hammasi. Bittasi non to'g'raydi, bittasi dasturxon to'g'rilaydi, bittasi stakan. Esimasichi, g'ariblikniki yaxshi taraflari bor-da. Oila birlashadi. Oho. Xo'ja oshirib yubordi-yu. Yo mumkin emasmikin buni daraxt oldiga kelib gaplashib o'tirish. Hay. Ajoyib bo'ldi. Juda ham kamtar odamlar ekan. Shunaqa. Haqiqatdan. Birinchi tushgan joyimiz ham Xorazmligida, u bilan ham ular bilan ham oldindan tanishmiz. Mazza qildim ertayam. Unda haligi bilmayman, agar masalan 10 ta odam bo'lsa, agar ularning ichida bitta xorazmlik bo'lsa, ash xorazmliknikiga borgim keladi to'g'risi. Bilmayman. Shunaqa endi odam nimasi tortadi-da, o'zini nimasi. Haligi xuddi o'zim uyimdagidek bir singlimdek. Ya'ni hech begonasiramayman. Shunday, o'sha yaxshi. Ketdi? Ha, qush ketdi. Qush ketdi, lekin biz ham gapimiz tugayapti endi. Nima bo'ldi ekan endi buni bilmadik endi. Siz xavotir. Ha endi. Boricha. Bo'pti, borichada endi. Hay, g'arib ekanmiz bir tarafdan, g'urbatda ekanmiz. Lekin ikkinchi tarafdan dunyo kezib yuribmiz, baribir bu imkoniyat ham hammaga berilavergan emas. Alhamdulillah, juda maza qilyapmiz. Mehmonxonalar ham ajoyib qimmat mehmonxonalar arzonga duch kelganiga unga ham hayron qolyapman. Nima bilan ham ko'rishdik. Siz o'sha yerda Antaliyada ko'rishdik-ku. Kim bilan ko'rishdik? Ukam bilan. Ha, Antaliyada biz Shuhrat bilan ham ko'rishdik aytgandek. Bonu duchasi bilan. Sotqinda shuncha indamayotgandim, mayli. U bilan ham ko'rishdik. Shuhrat ham Antaliyada dam olayotgan ekan. U bilan ham ko'rishdik. Uni ham oldiga o'tdik. Oilasi bilan ekan. Shiringina bolacha. Bo'riboyevcha bilan. O'zini tili bilan aytganda. U ham bo'ldi. Haqiqatda endi bir juda go'zal, taassurotlar ajoyib, yo'llar juda go'zal ekan. Quyuq o'rmonlar bor ekan. Mazza qilasiz. Yo'llarda yursangiz ham juda bahri dilingiz ochiladi. Hozirda o'zida 2000 kilometrdan ko'proq yo'l yurdik. Hali yana 1000 kilometr yuradiganga o'xshayapmiz to manzilimizga yetib olgunimizcha. Shunaqa safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar degan hadis bormidi, shunaqamidi? Safar nima uchun ham bir sog'lomlik berar ekan, badan uchun ham qandaydir o'zim yaxshi his qilyapman men ham. Juda yaxshi yuribman. O'sha 6 kilometr yurdik bitta joyda. Keyin beri joyga ketdik, yana 2 kilometr yurdik-da, 1 kilometr ichkariga, yana tashqariga, yana yo'llar pastlik, tepalik, shuni bemalol dadil yura oladimda. Ya'ni alhamdulillah, sog'ligimiz ham yaxshi, alhamdulillah. Aqlni sog'ligi ham shu, sog'tanda sog'lom aql degandek, aql ham peshlanib bir ko'p narsalar, bir yangi fikrlar, o'ylar kelar ekan. Ayniqsa
kitob yozish haqida alohida to'xtaldik. Uni boblari qanaqa bo'lishi, shu Mahmudiylar oilasi degan bir kitob yozishda biz mo'ljallayapmiz. Shuni boshidan Bonu katta dadasidan boshlaydi, men ham katta dadamdan boshlayman va borib ikkovimiz birlashgan nuqtamiz va undan keyin o'zimizni hayotimiz haqida va undan keyin farzandlarimiz hayot haqida davom etib bir kitob yozishni mo'ljallab turibmiz. Bu ham juda ham bir go'zal bir nima ekan endi. Men bitta narsa Mana qo'shsam bu bo'ladi. orqada suvni rangi rosa chiroyli turibdi-da, bir o'sha rangni ham ko'rsatib qo'ydi. Ajoyib chiroyli rang. Endi u Nafisa. videoda qanaqa tushar ekan bilmadim. Nafisa bir narsa qo'shib. Nafisa bir narsa qo'shmoqchi eding, gapir. Men o'sha har xil odamlarni ko'rishish haqida ham gaplashmoqchi edim. Ya'ni har xil odam bilan ko'rishish, har xil odamni tanish. Hammani sinovi har xilligini sezar ekanda odam. Keyin bo'lsam o'zini sinovi qandaydir hech narsa emasga o'xshab qolgan. Yoki oddiy bu yerda ishlab yurgan kampirlar, chollarni ko'rdik, kasallarni ko'rdik, lekin ishlayapti. Nima ishlayapsan desa nima qilaydi? Hamma joyda haqiqatda qari kampir nimasi Misrmi nima deydi, Makka jo'xori. Makka jo'xori sotib o'tiribdi. U yer shunaqa issiq, o'zimiz chidolmay o'sha mashina konditsioner bor deb yuguryapmiz mashinaga. Ular oilam borda deb boqyapti oilasini, shunaqa qiynalib boqyapti. Ya'ni shu narsalar bilmayman, o'zim endi plan qilyapman-da, qandaydir o'zimni bolalarim bo'lsa, keyin ularni aylantiradigan bo'lsam, albatta qishloqlarga olib kirib, kimdir bilan tanishtirib, gaplashib, ularning hayoti bilan tanishib, ya'ni bu narsani juda ham muhim deb bilyapman. Chunki o'zimga qanaqa ta'sir qilayotganini bilyapman. Bilyapman. Barakalla. Haqiqatda shunaqa. Safarda endi har xil odamni ko'rasan, haqiqatda juda ham qiynalgan odamlarni ko'p ko'rdik. Endi Alloh taolo oson qilsin. Endi ertadan boshlab ertaga dadamlar keladi, shunaqami? Ertagami? Bugun 24mi? 20 tushundim. Bugun 23 ekan, endinga kelar ekan. Endinga dadamlar keladi, keyin akam keladi. Hali opamiz keladi, Ma'mura keladi, Yunus keladi. Oho, hali yana ancha odam keladi, yana boshqa bir qancha odamlar ham. Nuriddin keladi oilasi bilan. Munira. Butun oilasi bilan kelishadi, ular 5 kishi bo'lib kelishadi. Ular hali bir 10-15 kishi bo'lib, hali yana bu joylarga borish niyatlarimiz yo'q emas. Endi biz aylanib to'ymaydigan odamlar ekanmiz, aylanaverar ekanmiz-da. Xo'p, hozircha shu safarlarimiz haqida bir qisqacha bir ma'lumot berib qo'yishlikni ma'qul ko'rdik. Shu bilan bugunga yetadi. Shu bilan bugungi suhbatimiz ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar azizlar.